Yana bitta damat mashinamiz olib qo'yganmiz. Damat mashinamiz chexol polik shumizalasi yo'q bo'lgan. Eng qizig'ali mejgar punktlargacha qo'yib, sonopga qilib, tiniq holatda qilib, margat desiz, margat signaligacha o'rnatib, Malibu barlarni ham sonopga qilib, tiniq holatda tayyorlab berdik. Monitorlargacha sonopga qilib, original akalar bizdagi xudo xolasa, rollarini pertashga qilib, tiniq holatda tayyorlab berdik. Eng qizig'i akalarimni ashi eslab olib ketyapti. Damatchi akalarimni qarang. Pochka pullarni olib, to'ni kelib, navrotlarini qildirib, tiniq holatda qildirib ketyapti. Har safar bizdagi akalar xudo xolasa yangiliklar qilishdi. Apishkalarini ham tiniq holatda kombinatsiya qilib tayyor qilib oldik. Polilarini ham orqalarini bir xil holatda tiniq qilib, ashi tiniq holatda tayyor bo'ldi. Orqalarini ham tiniq qilib, qo'shimcha podushkachalargacha qilib tayyor qilib oldik. Patologiyamizni o'zimiz trenddagi dizaynda qilib, chiroyli qilib, tiniq qilib tayyor qilib oldik. Akamiz Marg'ilondan kelgan ekan, ishlarini 100% bitirib, xudo xolasa poni salonlarini qop-qora qilib, matli qilib tayyorlab berdik. Kimga mashina sifatli ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelib, o'zimiz sifatli qilib, tiniq holatda tayyorlab beramiz. Hammalaringiz jonlaringiz sog' bo'lsin akalar.